Endi Toshkentdan Samarqandga atiga 2,5 soatda yetib borish mumkin bo'ladi. Gap shundaki, prezident Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi yangi pulli avtomobil yo'li qurilishiga tamal toshini qo'ydi. Ushbu zamonaviy magistral foydalanishga topshirilgach, Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 5 soatdan atiga 2,5 soatga qisqaradi. Bu esa minglab haydovchilar va yo'lovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Loyiha natijasida har yili 15-20 million tonna qo'shimcha tranzit yuk tashilishi, 400-600 million dollar daromad olinishi hamda kamida 50 mingta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Samarqandga qatnov yanada tez, xavfsiz va qulay bo'lishi kutilmoqda. Ushbu xabarni Samarqandga tez-tez qatnaydigan yaqinlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, siz ham yangi pulli avtomobil yo'li orqali Samarqandga borarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring. Endi Toshkentdan Samarqandga atiga 2,5 soatda yetib borish mumkin bo'ladi. Gap shundaki, prezident Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi yangi pulli avtomobil yo'li qurilishiga tamal toshini qo'ydi. Ushbu zamonaviy magistral foydalanishga topshirilgach, Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 5 soatdan atiga 2,5 soatga qisqaradi. Bu esa minglab haydovchilar va yo'lovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Loyiha natijasida har yili 15-20 million tonna qo'shimcha tranzit yuk tashilishi, 400-600 million dollar daromad olinishi hamda kamida 50 mingta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Samarqandga qatnov yanada tez, xavfsiz va qulay bo'lishi kutilmoqda. Ushbu xabarni Samarqandga tez-tez qatnaydigan yaqinlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, siz ham yangi pulli avtomobil yo'li orqali Samarqandga borarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.